من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم وبها الأرواح ترقى نحو جنات النعيم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع Assalomu alaykum Ali. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Yaxshimisan Fatima? Opam topshirgan ishlarning hammasini qilib bo'ldim. Endi menga shokolad elib bergin. Bo'la, mayli. Top o'ynayotganimni ko'rmadingmi? Birdam saqlab turgin. Menga shokolad elib berdiganga va'da qilgan-ku. Chaqan bo'l. Topingni menga shokolad elib bergandan keyin o'ynagan. Fatima bo'ldi qila? Sen va'dangda turmading. Va'damda turmadimmi? Ha, va'dangda turmading-ku. Sen buvamning va'dasida turmaslik munofiqlikning alomatlaridan biridir degan so'zni unutib qoldingmi ya? Assalomu alaykum bolalarım. Nima deyishyapsizlar? Alloh bizni va'dasida turmaslikdan o'z panohida saqlasin. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Dada. Nima bo'ldi qizim? Va'dasida turmaslik munofiqlikning alomatlaridan birimi? To'g'ri aytding qizim. Munofiqlar va'dasida turmaydi. Payg'ambar alayhisalom bir hadisda munofiqning belgisi 3. So'zlisi yolg'on so'zlaydi, va'da bersa va'dasida turmaydi, omonatga xiyonat qiladi degan. Ali, aldingmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Dada, va'da qilgan kishining u vaqtda ish chiqib qolgan bo'lsa-chi? Va'da qilganda obdan o'ylanib qilish kerak. Va'da qilgan ekanmiz, cho'qim va'damizda turishimiz lozim. Bu ishga bovam qanday qaraydi ekan? Siz dapaqinga bova, dadamning aytganlari to'g'rimi? Shundoq bolalarım, dadanglarning degini to'g'ri. Birovga va'da berganda cho'qim o'ylanib va'da berishimiz kerak. Bova, Ali menga bergan va'dasida turmadi. Menga shokolad elib berman deb qo'yib elib bermadi. Qizim Fatima, boshqalarni mo to'g'ri tushunishimiz kerak. Bir-birimizning uzrini qabul qilib, o'zaro yo'l qo'yishimiz lozim. Bir donishman, do'sting uzrin bor desa, 70 qitim bo'lsa-mo qabul qilgin debdik. 70 qitimmi? Shunda qizim, 70 qitim uzrni qabul qilish kerak debdikan. Va'dada turmaslik yaxshi emas. Bolalarım, Xudoyim saqlasin. Ali, sen o va'da bergankansan, cho'qim va'dangda turishing lozim balam. Tushundingmi? Endi tushundim bova. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Fatima, sendan afo so'rayman. Men berib, sana shokolad yeb kelay. Bolalarım, endi payg'ambar alayhisalomning hayoti haqidagi hikoyamizni davomlashtiraylikmi? Ha, shunda qilaylik bova, shunda qilaylik. O'tgan qitim so'zlab nega kelgan edik? Qaysinglar deb baqisizlar. Men deb baqay bova. Undaqda Ali, qani sen deb baqina o'g'lim. Payg'ambarimizning onasi vafot bo'lgandan keyin bovisi Abdulmutallibning himoyasiga o'tgan yerga kelgan edik. Abdulmutallib navrisi Muhammadga intayin amroq edi. Uni bakmi yaxshi ko'ratdi. Nagi bo'lsa billa ilib boradi. Yenidan bir qadammo neri qilmaydi. Navrisini yeniga olmay turib tomoqmi yemaydi. Oylar o'tdi, yillar o'tdi. Payg'ambarimiz 8 yoshga kirgan yili Abdulmutallib eg'ir kasal bo'lib yetib qoldi. Saqiyishidan umid yo'q edi. Shunga u bollarni yig'ib vasiyat qildi. Bolalarim, so'zimga quloq solinglar.
Men endi o'rnimdan turolmasligim mumkin. Sizlarga vasiyatim shuki, Muhammadga yaxshi qaranglar. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, uni yolg'iz qo'ymanglar. Bu vasiyatimni hargiz esinglardan chiqarmanglar. Sizlarni yaxshi bilasizlar. Uning holidan obdan xabar elinglar. Uni sizlarga omonat qildim. Uni o'z o'g'linglardek ko'ringlar. Deganingizda qilamiz dada, xotirjam bo'ling. O'g'lim Abu Talib. Dada, qulluqim sizda. Hashim jamiyatining raisligini mendan keyin sen ustunga og'in. Jiyaning Muhammadni o'z bollaring bilan o'xshash ko'rgin. Xotirjam bo'ling dada. Muhammadga obdan qarayman. Bugundan boshlab qarindishinglar Abu Talibning mas'uliyati texmi ig'irlashdi. Ishlarimi ko'payib ketdi. Şu Muhammadga loyiqda qarayanmasa, uning holidan sizlar yaxshi xabar eling. Hamma ishni deganingiz bo'yicha qilamiz dada. Xotirjam bo'ling. Mana endi xeli yengillab qoldim. U dunyoga ketsammi, armanim yo'q. Meni birdam yolg'iz qo'yinglar, bolalarim. Shunda qilib, tog'isi Abu Talib, bovisi vafot bo'lgandan keyin Payg'ambar alayhissalomni himoyasiga oldi. Abu Talib jamat raisi bo'lgan bilan bollari ko'p va nomrod edi. Bova, bu qandaq gap? Quraysh qabilasining raisi turib nomrod bo'lamda? U ko'ngli ko'ksi kang, ko'zi to'q, mard odam bo'lib, mol dunyosini hajiga kelgan ziyoratchilarni kutulishga otib etgan edi. Abu Talibga hojilarni kutilish vazifasi dadisi Abdul Muttallibdan miros qoldi. Hojilarga berdigan ziyofatni o'z yindan chiqarib beradi. Shu sabablik mol dunyo yig'olmay, turmushi g'o'rgul o'tadi. Payg'ambar alayhissalom buni his qilgandan keyin tangtushlari bilan billa o'ynamay, Makka atrofida qo'y beqib, ancha-muncha pul tepib, tog'isining yukini yengillatdi. Demak, payg'ambarimiz kichik vaqtida qo'y boqqan ekan-da? Shunda qizim, bu osonmi ish emas. Lekin bu ish orqali Alloh taolo payg'ambarimizga sabr toqat qilishni o'rgatdi. Bolarim, shuni bilib qilinglarki, Muhammad alayhissalomdan burun o'tgan payg'ambarlarmi qo'y boqqan. Shunda qilib Muhammad alayhissalom bu xil turmush orqali Alloh taoloning himoyasi ostida hurmatga sazovar, irodalik, aziz, kamtar bo'lib o'sib yetildi. Payg'ambarimiz 12 yoshga kirganda tog'isi Abu Talib uni Shamga boradigan savdo karvonlariga qo'shib, Shamga elib bordi. Bu haqda Qur'oni Karimda mundoq deyilgan. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Bu safarda mundoq bir voqea yuz berdi. Taqsir, qarsla Sham tavallikiga kelib qopdiq. Bu Xristiyan rahibi Buhayraning mahallasi. Demak, Shamg'imi yaqinlab qopdiq. Karvonni mush yerga tushirib aram elib olayli. Bu g'alati ishqo. Bir bulut karvonni agibli yuriydi-ku. Nima uchun ularga agishib yuridigandi? Samon! Labbay ustozim. Avu kelayotgan karvonni ko'rdingmi? Ha, ko'rdim ustoz. Ularni yenimga boshlab kel. Rahib sizlarni mehmon qilmoqchi degin. Hammasi kelsin. Men mush yerda saqlab turman. Mana hozirli boray ustoz. Abu Talib rahibning da'vatini qabul qilib, karvondagilarni boshlab rahibning huzuriga keldi. Buhayra ularga qarab sukutga cho'mdi. Bulut ularni nimishqa agib yurgan bo'g'itdi. Yuzlarida alohida bir alomatmi ko'rinmaydi. Kechiringlar. Men karvondagi hammanglarni kutib olmoqchi. İşçiңlardan birisi ayrılıp qolmagandı. Qandaq deyli? Hammanglarni mehmon qilay deyman. Chaqirilmaganlar rahib cho'nglarni chaqirib, bizni nimish chaqirmagandı deb o'ylab qolmasin dedim.
Xotirjam bo'lsizlar, karvandagilarning hammasi mushu. Karvanda faqat tortinchoq bir kichik bola qoldi. Nima? Shundoq bir bola qoldi. Ismi Muhammad. Uni yolg'iz tashlab qo'yib, yaxshi qilmabsizlar. Men hammanglarni chaqirgan tursam, nima deb uni epganmidinglar? Hozirla ep kirsin. Chiqib Muhammadni ep kirgan. Payg'ambarimiz uyga kirmayla, rohib payg'ambarimizning chehridan uningda bir alomat borligini sezib olib, payg'ambarimizdan ahvol so'radi. Uningdan nima ish qilayotganligini, qisqasi xiyoliga kelgan hamma narsani so'radi. Rohib payg'ambarimizning javobini olgandan keyin bu bolaning kelgusida katta odam bo'lganligiga ishondi. U Injilda bishorat berilgan eng oxirgi payg'ambarning mushu bola ekanligini jazm qilib, payg'ambarimizning qo'lini tutib, "Alloh dunyoga rahmatimni yetkazsin" deb, mana bu bolani payg'ambar qilib avatdi dedi. Oxirida Abu Talibdan so'radi. Hey Abu Talib, bu bola sening nimang bo'ladi? Taqsir, u mening o'g'lim bo'ladi. Bu bolaning dadisi allaqachon vafot bo'lgan bo'lishi kerak. Bu bola qandaqsiga sening o'g'ling bo'ladi? Qandaq deyla, hech nimani tushunmadim. Agar rostini aytsang, sana deb beraman. Rostini aytsam, u mening jiyanim bo'ladi. Dadisi u tug'ilishning oldida o'lib ketgan. Uni men beqiyotman. Ha, endi to'g'ri chiqdi. Muqaddas kitobimizdami mushundaq yozilgan. Kitobinglardimi? Sizlar zodini imdavatlar. Men gangrapli qoldim. Menga bu balani Shamga ep kirmayman deb qasam ichib bergin. Nemishqa? Yahudlarning bu baliq ziyonkashlik qilishidan ansirayman. Chunki jiyaning kelajakda intayin buyuk bir kishi bo'ladi. Yahudlar jiyaningni ko'rib qolsa, uni tutib olib, jiniga qas qiladi. Yahudilar nemishqa shunday qiladi? Chunki jiyaning kelajakda eng ulug' kishiga aylanadi. Abu Talib rohibning bu so'zlarini anglab, payg'ambarimizni Makkaga qaytarib keldi. Do'stim, safar tayyorliqing bitdimi? Yo'q, texe, bitmadi. Karvan atatdigan yo'lga chiqadigan tursa, sen texe tayyorliqingni tugatmabsan-ku. Do'stim, sendan yushurmayman. Qo'limda bir muncha mol eshib qoldi. Ularni omonat berib qo'ydiganga Makkada ishonchlik bir odam topolmadim. Qanday qilishimni bilolmadim. Kimga omonat qo'ysam bo'lar? Uning ustiga Qurayshning cho'nglarining hammasi bizning karvonda. Makkada ishonchlik birarni topolmayapman. Mollaringni Abdullohning o'g'li Muhammadga omonat qo'yib ketsang bo'lmamdi? Kimga? Abdullohning o'g'li Muhammadga dedingmi? Ha, dal o'zi. U Quraysh ichidagi eng ishonchli kishi. Mollaringni uningga omonat qo'ysang, xotirjam bo'la olaysan. To'g'ri aytding do'stim, shunda qilay. U ajib ismga kelmabdi. Hozirli uni izlab topay. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom eng ishonchlik va rostchil kishi edi. U shuning uchun Makkada Sodiqul Amin, ya'ni ishonchlik va rostchil deb atalgan. Bolarim, bugun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom haqida ko'p voqelik so'zlab berdim. Xudoyim buyursa, davomini kelar qitim aytib beray.